Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun mana Farg'ona viloyati Quvasoy shahriga keldik. Bu yerda mana 4-5 xonani ular natijali patologiya qilyapmiz. Xonadon egalari ham shu yerda. Amaki mana tayyorlab qo'ydik. Hamma yoq tayyor. O'zingizni bir chiroyli duo qiling, ishni boshlaylik. Qani ilohi amin. Omaddan va ishlaring rivoj bersin. Nimaki yaxshi niyat bilan niyatdan yetaveradi. Amin. Aytganingiz kelsin. Allohu akbar. Hozir xudo xolasa qirg'oqlariga o'sha o'zi aytmoqchi gipsogardonni o'rniga ramka holatdagisini qilamiz. Xudo xolasa. Video davomida chiroyli video syomka qilib chiqaramiz. Maqsadimiz klientlar u qanaqa narsa qirg'og'iga haqida chiqsa o'xshaydimi deb gumonda bo'lishyapti. Sababi qanaqa narsa, misol o'zingiz klientlarga misol tavsiya qilgan bo'larmisiz shu narsani? Endi nima deydi? Bitta ishingiz, ikkita ishingiz bittada qutulib ketar ekansiz, shunisi yaxshi ekan. Men ham endi birinchi marta tavsiya qilganingiz ekan, qani ko'raychi-da. Bo'lmasa men ham nima deydi, hali qoqtirmoqchi. O'sha mana amaki men o'sha 3 xonasini o'lchagan bo'lsa, o'sha hozir 5 xonani o'sha qildirib yuboryapti. To'g'rimi amaki? To'ppa-to'g'ri. Bu narsa haqiqatdan hisoblasangiz ham arzon ham tushadi. Двойной расход. Misol gipsogardonda ham plus hisoblasangiz malyarka hammasi bilan shu narxga borib qoladi. To'ppa-to'g'ri. Lekin kачество va vid ko'rinishi va bunchalik chiqmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Amaki sizga ham kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Ishimizni kamchiligi bo'lsa aytasiz, to'g'rilab beramiz. Xudo xolasa. Rahmat, sog' bo'ling. Sog'. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana xullas finishga yetib keldik-ku, g'alabaga yetib keldik-ku, marraga. Ko'ringlar, baho beringlar. Natijali patologlarimiz mana Farg'ona viloyati Quvasoy shahrida bit hovliyimizni mana natijali patologiya qilib berdik. Ko'ringlar, ishimizga baho beringlar. Yo'qsa bir dona like bosib qo'yinglar, podpishka qilib tursalaring, yana yangi videolar qilib chiqaraman. Hozircha mana shular. Yana bitta narsa, gipsogardonni xullas mana qirg'og'ini o'xshatib beraman deb videoyim boshida aytgan edim. Mana shu holat bitgan holatlarini hozir yaqinroqdan syomka qilaman. Sababi odamlar ko'rsin, mana shu holat qanaqa chiqishini baho berasizlar. Hozir narigi xonalarimiz ham xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Hozir yangicha fasonda qilyapmiz. O'zgartirish kiritdik. Ko'pchilik yana gipsogardon ham qoqtiraman, yana boshqa narsa ham qildiraman deb unda juda muammosi ko'payib ketyapti. Undan bir yo'la shunaqa qilib tortib beringlar deyapti-da. Shunga endi klientlarni baribir aytayotgan narsasi bizga xullas bu qonun deydi, xullas o'shuning uchun chiroyli qilib berishimiz kerak. Mana hozir buni chiroyli qilib videosini chiqaraman. O'zlaring ishimga baho beringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Odamlar eshitmadim demanglar. Mana bizda eng zo'r natijali o'ylar, tiniqlari keldi. Gullariga ahamiyat beringlar. Ajoyib tiniq holatda chiqqan mana. Bu yerda xullas yangi fasonimiz mana gipsogardonni formasida qilingan, mana pastdan ko'rsatay. Gipsogardonni figurasiga o'xshatib, natijali patologiyadan qilingan, ajoyib chiroyli holatda chiqadi. Qirg'oq tomonlariga ham galagenlarni qo'yib qilsa bo'laveradi. Ajoyib, vaqti zo'r chiqadi, udar chiqib yoradi. Ko'ringlar mana. Palasa. Po'kay yopishtirish o'zi o'rtalariga ramkaga po'kay yopishtirish o'zi shart emas. Qirg'og'ini o'ziga bunga po'kay yopishtiriladi, bo'ldi. Ajoyib zo'r chiqadi, oqqa oq bo'lib, idealniy narsa chiqadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Shaxsan men o'zim borib razmerlarni o'lchayman, uyingizga nima ketishini tavsiyalarimni beraman. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Mana ko'ringlar, ajoyib holatda. Mana gullarimizni ham yaqinroqdan oling. Barglariga ham ahamiyat beringlar. Juda ham tiniq holatda chiqqan mana. Shuvashgan joyi yo'q, pechatlarimiz tiniq, o'ta ideal holatda. Narxlarni ham kelishtirilgan narxda qilib beramiz. Buni ham partiyalar bor, partiyalarga qarab turib narxlari o'zgaraveradi. Ko'ringlar mana lyustralarni ham ilib qo'ydik. Bu yerda o'zi remonti oxiri mana bahorga qoldi. Bemalol bahorda yana remontini davom ettirsa bo'laveradi. Mana hozir qishki kunida natijali patologiyalarni bitkazib olib, bemalol bahorga tayyor malyarkaga shuni topshiriladi. O'zi bahorda erta bahor ishni boshlasa bo'laveradi.
Lekin mana sovuq havoda bemalol natijni patolog totsa bo'laveradi. Faqat oldi tomonlari yopilgan joy bo'lsa bo'ldi. Lekin darvozaxona boshqa joylarga xullas hozir tavsiya qilmaymiz. Sababi darvozaxonani yo ikki tomoniga kilonga qoqib turish kerak. Bu qizdirib tortiladigan narsada. Shuning uchun darvozaxonaga hozir tavsiya qilmaymiz. Erta bahordan qilsalaring bo'laveradi, havo ochilgandan keyin. Mana ko'ringlar, ajoyib holatda qilingan. Har bitta svetlari dona-dona, отдельный bo'lib turibdi mana, tiniq holatda. Yana yangi videolarni qilib chiqaraman, hurmatli obunachilar. Mehnatimizni qadrlagan holatda bir dona like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa, Pony O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Voha tomonlarga 40 kvadratdan oshiq bo'lgan ob'yemlarga boramiz. Vodiy territoriyalarga xullas 20 kvadratgacha bo'lgan joylarga bemalol borib qo'yib kelamiz. Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkentlarga ham 30 kvadratdan oshiq ob'yemga boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa ishlaringni sifatli qilib beramiz.